Yana men erkaklarga bir sirni aytaman. Tashqarida ayollarimiz bor, shuning uchun qattiqroq ham aytaman. Opalarimiz ham eshitsinlar. Eshitsinlar opalarki, erkak kishining omadi, fayzi, topar tutari, uning barakasi, uning ishidagi unum, uning ko'chadagi zafari, yutug'i, oilasiga ko'proq bir narsa ko'tarib kelishi, buning hammasining sababi yoki buning aksi bo'lishining sababi, qaysi bir ayol joy namozda o'tirib erini fayzini so'raydigan bo'lsa Alloh beradi. Ana shuni sababidan o'sha ishi yurishmayotgan oilalar yoki munosib hurmat ko'rmayotgan ayollar shuni yaxshi bilmog'i kerak. Eri agar fayzi bo'lsin, erimni topgan tutganida baraka bo'lsin, oilamda butunchilik bo'lsin, shu erim qilayotgan mehnatida baraka topsin iloyim desa, joy namozda o'tirib o'sha erni fayzi bo'ladi. O'shani barakasi bo'ladi. Lekin benamoz bo'lib turib, allama halgacha uxlab, saharni qirqib, joy namozdan yiroqda bo'lib turib, yana eridan topar tutardan shikoyat qilishga o'sha ayolda ham haqqi yo'q. Aslida haqqi yo'q. Buni esa o'rgatadigan kim? Yo'lga soladigan kim? Ro'zg'or boshi. Mayli. Ayolingizga jufti halolim, ovqatni shirin qilmasang ham mayli. Nonni kuydirib yopsang ham mayli. Mayli mana bu ro'zg'ordagi shu ishni kam qilsang ham mayli. Biroq Robbining buyurganini joyiga qo'y. Qolganini Alloh beradi. Desak, uncha-muncha kamchiliklardan ko'z yumsak, namoziga sharoit qilib bersak, ibodatiga sharoit qilib bersak, o'sha uyda fayz bo'ladi. O'sha uyda inshaalloh baraka bo'ladi. Ana shu narsaga erkaklar ham, demak, alohida ahamiyat qilmoqimiz kerak.